Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Atuşdagi yoshlar mehmonxonasida 99 nafar vuxanlikning karantin qilinganligi oshkorlandi. Vuxan virusini tunji bayqagan doktor Janet ayrildi. Uanda qarasida qolgan 2 kishining jasadi topildi. Tövəndə ehtimol xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Erkin Asiya radiosuning xabar qilishicha, Wuhan shahrining boshlig'i Wuhan virusi bayqalib, jiddiy holat e'lon qilinishidan avval 5 milliondan ortiq Wuhanlikning Wuhandan ayrilib bo'lganligini oshkorlagan edi. Kuzatuvchilar 2003-yili Xitoyda SARS virusi tarqalgan vaqtida bu virusning Uyg'urlarga ta'sir ko'rsatmaganligi, shunga Wuhandan qochqanlarning xeyli ko'p bir qismining Sharq Turkistonga ketish mumkinchiligini ilgari surishgan. Erkin Asiya radiosi muxbirining bu vaqtdagi aniqlashlar davomida Atuşdagi yoshlar mehmonxonasining karantin o'rniga o'zgartirilganligi, karantin qilingan vuxanliklarning bu mehmonxonaga sig'may qolganligini oshkorlagan. Ma'lum bo'lishicha, yoshlar mehmonxonasining o'zida 99 nafar vuxanlik karantin qilingan ekan. Janubiy Xitoy Etiklik gazetasining 26 yanvar kuni xabar qilishicha, Wuhan virusi rasmiy bayqalgandan keyin Wuhanda jiddiy holat yo'li qo'yilishdan burun 5 million vuxanlik Wuhandan chiqib ketib bo'lgan. Xabarda deyilishicha, bu sonliq ma'lumotni Wuhan shahrining boshlig'i Ju Shenwang 25 yanvar kunidagi axborot yig'inida oshkorlagan. İctimai tarqatqulardagi xabarlarda Wuhandan boshqa joylarga havo qatnash to'xtagandan keyin Urumchiga qatnashning to'xtamaganligi va qatnashning boshqa joylardagiga nisbatan kechikib to'xtaganligi tilga olingan. Yana ijtimoiy axborot vositalarida deyilishicha, 2003-yili Xitoyda SARS virusi tarqalganda Sharq Turkistondagilar ta'sirga uchramaganligi uchun Xitoy fuqarolari orasida Wuhan virusidan mudofaalanishda Sharq Turkiston eng muvofiq joy degan qarash tarqalgan. Bu sababdan kuzatuvchilar Wuhandan qochqanlarning Sharq Turkistonga ko'plab berish ehtimolligini faraz qilishgan. Agar bu virus lagerlarga tarqalib qolsa, eng ichinishli fojialarning Sharq Turkistonda yuz berish ehtimolligini ilgari surishgan edi. Bu vaqt ilib bo'lgan aniqlashlarda Atuşda aloqador xodimlardan biri Urumchidan qaytib kelgan bir oliy maktab o'quvchisining Wuhan virusidan yo'qolmish gumoni bilan uydan akitilganligi va Atuş shahar ichidagi yoshlar mehmonxonasiga sig'maganligi uchun shahar sirtiga elib chiqib ketilganligini oshkorlagan. Ammo bu o'quvchining kimligi va yoshlar mehmonxonasida qanchalik kishi borligi va ularning kimligi haqida ma'lumot bermagan. Erkin Asiya radiosi muxbiri Atuş yoshlar mehmonxonasiga telefon qilganida mehmonxonada vazifa o'tayotgan bir soqchi xodimi bu mehmonxonada Wuhan virusi gumoni bilan karantin qilinganlar borligi va mehmonxonada bo'sh o'rin yo'qligini aytgan. Yana bir xodim bu mehmonxonada karantin qilinganlarning 99 kishi ekanligini oshkorlagan. Uchinchi xodim bu mehmonxona nomining yoshlar mehmonxonasidan yoshlar karantin xonasiga o'zgartirilganligini oshkorlash bilan birlikda bu karantin xonada maxsus Wuhandan kelganlar borligini dalillagan. Bu xodim yana bu vuxanliklarni shaharlik jiddiy qutqizish qo'mondonlik markazining o'zlariga taqsimlab berganligini tilga olgan. Buning asosan taqsimlangan vuxanliklarning boshqa mehmonxonalardan bo'lish ehtimolini faraz qilib, Atuşdagi yana bir mehmonxonaga telefon qilganida mehmonxona xodimi dastlabda o'zlarida karantin qilinganlar borligini tilga olgan bo'lsa-mu, orqadan o'zlarining oblast qarashliq bir hukumat mehmonxonasi ekanligini bayon qilib, bu mehmonxonada karantin qilingan vuxanliklar borligini rad qilgan. Bir haftaning oldida ijtimoiy taraqqilar tarqalgan va Sharq Turkistondagi bir doktorxona xodimiga oid ekanligi ilgari surilgan bir sin xotirasida Wuhandan Sharq Turkistonga qochib chiqqanlar sonining 12 mingdan ortiq ekanligi tilga olingan. Atuşdagi yoshlar mehmonxonasida 99 vuxanlikning borligi, yuqum gumondorlarining bu mehmonxonaga sig'may qolganligi yuqorqi sonliq uchurning asossiz emasligini ishoratlamoqda. İctimai axborotlardagi uchurlarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy o'lkalarida vuxanliklarni bayqasa va ma'lum qilsa 200 yuan naqd pul bilan mukofotlanganligi haqida uqtirishlar tarqatilgan. Ammo bir mehmonxonaga 99 vuxanlik so'langan Atuşda aholilarga bayqalgan va karantin qilingan vuxanliklar borligi haqida uchur berilmagan. Yettinchi fevral atigan soat 2dan 58 minut o'tganda koronavirusiga tunji qatim diagnoz qo'ygan va kasallikning qanchalik ta'sir kuchi borligi haqida tushunchalarni o'tirib qo'yganligi sababli jamiyat omonligini qalaymqon qilish jinoyati bilan nazorat ostiga ilingan ko'z kasalliklar doktori 34 yoshli Li William Wuhan virusi bilan yuqumlanganligi uchun jonidan ayrilgan. 6 fevral kuni ilgari keyin bo'lib ko'plagan axborot organlari Li Williamning o'lganligi xabarini bergan. Lekin hukumat axborot vositalari Wuhan markaz doktorxona tarafidan ta 7 fevral sərgicha Li Williamning kasalining nihoyat og'irligini, jiddiy qutqizayotganligini ma'lum qilib, bir qancha soat o'tmayla Li Williamning kasal bilan o'lganligini e'lon qilgan. 34 yoshga kirgan Li William Wuhan shaharlik markaz doktorxona ko'z kasalliklar bo'limining doktori bo'lib, 2019-yil 30 dekabr kuni mazkur Wuhan virusi haqida munosabatli o'rinlarga ma'lumot bergan. Orqadan jamiyat omonligini qalaymqon qilish jinoyati bilan ayblanib, nazorat ostiga ilingan. Wanning Boshsaroy noyisida qor ko'chkining ostida qolgan 2 kishining jasadi topildi. Buning bilan qor ko'chkinida jannatdan ayrilganlarning soni 41 ga yetdi. Van qurolliq saqchi qism izlash qutqizish xodimlari bilan tabiiy ofat va jiddiy ishlarga taqabul turish idorasi xodimlari qutqizish ishlarini davomlashtirmoqda.
Bu qitimqi qutquzish ishlariga alohida tarbiyalangan absharkalar qatnashdi. Bahçesaray yo'lida kishilarning bexatarlik sababidan qor ko'chkini yuz bergan rayondan o'tish cheklandi. Sahiyya ministri Fahrettin Koca, Van valisi Mehmet Amin Bilmez, Adalet ve Teraqqiyot partiyasining muavin boshlig'i Fatma Betul Sayankaya qatorliqlar qor ko'chkinida jinidan ayrilgan kishilarning oilalarini ziyorat qilib ta'ziya bildirdi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga emanet.